Assalomu alaykum, sizlar yana kanalimdasizlar. Bugungi videoda sizlarga Java Minecraft qanday qilib yuklab olishni o'rgataman. Birinchi o'rinda bizlarga Play Market kerak bo'ladi. Kirib olishdan keyin bu yerdan qidiruvga to'xtang. Hozir mana buni ko'rsizlar, Moja Launcher. Shuni ustidan bitta shunaqa qilib yozasiz. Mana menda ochiq, to'xtanglar-da, bir narsa. Mana menda ochiq. Shuni bosaman, menda tortib ketadi. Bu yerdan endi mana buni bosamiz. Bu yerga ism kirgizasizlar, mana bu yerga. Xohlaganingdek. Men masalan FT deyman. Endi tagiga yozuvni bosamiz. Mana buni. Mana shuni bosgandan keyin kirib ketadi. Mana pastdagi playni bosamiz. Mana shunaqa qilib sizlarda Minecraft yuklanadi. Mana ko'rdingizlar, mana shunaqa qilib tortib ketadi. Men mana bunaqa funksiyalar yaratib qo'yibman. Hozir qarada ko'rinmaydi-da u. Shunaqa qilib Minecraft yuklanadi sizda. Rahmat, sog' bo'ling. Videoni o'chirayapman, to'xtatib turinglar. Rahmat, sog' bo'ling. To'xtatib turaman, lekin obuna bo'linglar sizlar ham. Mana ko'rdingizlarmi? Endi biz buni xohlaganimizcha o'ynayveramiz. Hozir ozgincha o'ynayman. Siz ko'rib turasiz. Bir yo'q kreativga o'tishdan o'rgata olaman. Videoda unda ham Minecraft o'ynagandim, lekin kreativga o'ta olmaganman. Lekin boshqa yerda kreativ deb yozilgan. Mana haqiqiy Minecraft. Mana Java edit deb qo'yibdiman. Mana men osilgan yerlar. Toza yer ochaman va kreativga o'tishdim. To'xtanglar-da. Bu yerdan chiqib turing, boshqatdan kiray. Bu yerga kirgandan kreativga olib qo'yasiz ekan. Mana kreativi. Endi texture. Qayerdan topdim texture'ni? Full bir narsa deyiladigan yeri. Mana topdim. Mana kram shu. Bunda mishka bilan o'ynashinglar bo'ladi. Bilasizlar, o'tgan videoda ko'rsatgandim. Mana qaranglar, haqiqiy Minecraft o'xshab Java. Toshni haqiqiy Minecraftga o'xshab kiryapti mana. Mana bedrockga ham shunaqa qilib kiradi. Mana texture'da paydo bo'ldi. Akajon, bular nima desangiz, men o'zim yaratib qo'ygan cheatlardan kreativ Strify shu aytish qiyin-da, Strify deb. Mana bunaqa narsalarni men o'zim yaratib qo'yibman. Sizlarda o'zi qaysilar bo'ladi deymi? Ko'rsataman. Mana shu. 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 Mana bu chetdagisi. Bularni o'zlaringiz ko'ra olasizlar.
Menga yaxshi o'rgatib chiqa qolaman. Mana bu uzoqda yaqinlashtiradi. Mana bu esa mana bu yerda jon narsalarni yo'qotadi. F1. Men buni mazza qilib o'ynayman. Agar sizga yoqqan bo'lsa bu Minecraft like bosib obuna. Aytgancha kreativ bo'ldik. Mana bu yerlardan ko'rib chiqaman. Ko'rib boshlaymiz. Mana bular olib bo'lmaydi. Bilmayman nima bu. Mana bu yerda olmozlar shunaqa deyiladi. Masalan. Ko'mir shunaqa narsalar bor edi. Bu yerda ana shunaqa narsalarda. Mana bu qilish desa mana bunaqa narsa. To'xtalar bir narsani o'rgataman. Hozir videoni o'chirib turaman hozir. Sizlar Minecraft o'yningiz mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa hozir bu bo'lmaydi. Men hozir kirganim yaxshi bundan to'g'ri chiqib. Mana shu yerda qaysi edi u? Bumi? Bu emas. Bu emas ekan. To'xtanglar-da. Mana bu ruchkani ko'ryapsizlar, bu player yuqorida. Shu to'xtang. Unbas mana bu tugmachani bosasiz ekan, yozuvni bossanglar boshqa narsaga tortib ketadi. Yozuvda o'zi versiya tanlaysiz, versiya nomi o'zgartirasiz. Men ikkita versiya tanlab qo'ydim. Birisi ko'rsatganim, birisi boshqacha. Endi bu Minecraftda orasiga o'zgartirish. Boyagi men birinchi o'ynagan. O'sha mana buni bosasiz. Mana shuni bosgandan keyin mana plus tugmachani bosasiz. Keyin chiqqandan keyin ikkinchini bosasizlar. Endi bu yerdan xohlagan versiyalarni tanlasanglar boshqacha Minecraft o'zgaradi. Masalan, men birinchisini tanlay qolaman. Nimaga yuklanmayapti? Yo'q, qaysi birini bosadigan edi bu? O'zgardi o'sha versiyam meni. Qaranglar, boshqacha versiya edi. Endi versiya o'zgardi. Mana 3 ta bo'ldi endi. Endi chiqqandan keyin shunaqa bo'lib turadi. Playerni bosasizlar yana. Shunda mana shunaqa yuklanadi. Ikkitasini bosgandim, ikkitasi yuklanyapti. Yo'q, bittasi versiya ekan. Hozir yuklangandan keyin videoni yoqaman. Mana yuklanyapti. 2 marta yuklanadigan. Mana shunaqa qilib hammasi o'tgandan keyin ikkinchisi ham Minecraftga tortib ketadi. O'zi bu Wi-Fi'li videoni o'chirib turaman hozircha. O't bo'lgancha. Mana oz qoldi o'zi ham. Mana o'chirmayman, o'zi oz qolyapti mana. Mana kirib ketdi. Minecraftga shunaqa qilib tortadi. Playerni bir bosda bosasizlar. Nega ukam? Yana bir marta yuklanar ekan. Bo'ldi. Shu bilan video tamomlayman endi. Mana shu yuklangancha kutaman. Videoni o'chirib turaman faqat. Mayli video o'chiraman, bo'lgani shu. Ko'proq bo'ldi o'zi 9 minut. Bu Minecraft mayli tuzishda ham o'rgataman. Narsalar yaratganimni bu yerga bosasizlar, mana bu o'yin ko'rsatgan ekan. Shuga bosib har qanaqa tugma yaratishni o'rgataman. Birinchini bossanglar, o'zi tugma yaratadi.
bu YouTube'da qidirtirsanglar bu tugmalarni nima desalar bilmayman, lekin bilmadim bu nima deb chiqarishdi. Agar bu tutgan tugmachalar o'chirishni xohlasanglar, mana hozir to'xtab turinglar. Buni kuchaytirib olay. Ustidan bosasizlar. Ustidan bosganlaringizdan keyin mana bunaqa yozuvlar chiqib keladi. Mana buni bossanglar, o'rtaga olib borib qo'yadi mana shu tugmachani. Mana buni bossanglar o'chirib tashlaydi. Mana ko'rsaman, bosdim, mana o'chib ketdi. Agar bu yerdan chiqib bilmayotgan bo'lsangiz, mana bu yuqoridagi mana shuni bosasizlar. Mana bu yerdagi steveni bosasizlar. Mana buni. Keyin mana buni bosasizlar. Bunaqa qilib mana shu yuklagan mana shunaqa narsalar, tugmalar yuklanadi mana shunaqa. Rahmat, salomat bo'ling. Videoni o'chiraman. Aytgancha like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shu oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Xayr.